Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2021 yıl 1. ayının 15. günü. Mavzunun yoki yuqorqi leksiyanın davamı hürmetlik vatandaşı. Amerika Ovozi radiosi yuqorqi maqoli yoki yuqorqi mavzuda e'lon qilgan maqolaning davomi vatandaşlar. Yana bir tarafdan özünün saylamdaki qalbisining o'g'irlanganligini so'zlash. Prezident Trump Twitter'ga yozganda birinchi tarafdan yuqorqida gaplarni fikrlarni yozdi. Ikkinchidan tuandagidek fikrlarni yozdi. Ya'ni nima deydi? Bir tarafdan özünün saylamdaki qalbisining o'g'irlanganligini so'zlash. Facebook ve Instagram şu günü Prezident Trump'ın torbat adresini 24 saatte kaçta karar kıldı. 1. ayının 7. günü Facebook'un baş kurucusu CEO Zuckerberg yani Facebook'un başlığı özünün torbat adresinde bayanat e'lon qilib, Prezident Trump'ın Facebook torbat adresini cheksiz vaqtgacha to'nglatganligini, taki tinchlik ichida huquq o'tkazib bergicha. Masalan, 1. ayının 21. günü tinchlik ichida huquq o'tkazib bergicha to'nglatganligini e'lon qildi. O Prezident Trump'ın muşa arlıqda bizden mülazametimizden paydalanış xatiri çoğun deganini Prezident Trump'ın torbat adresini taqashning sebebi qilib ko'rsatdi. 1. ayının 8. günü Twitter şirketi kompaniyasi bir parça bayanatida mundaq fikir e'lon qildi. Zo'ravonlikqa kishkirtish xatiri mavjud bo'lib turganda Prezident Trump'ın torbat adresini ebedi pechatladik. Twitter Prezident Trump'ın en mühim fikir qilish sahnesi idi. Prezidentning fikirlerini 88 milyon adam ko'radi. Twitter'dan ko'radigan kishilarning soni 88 milyon adam edi. 2017 yılı qasam berib vazifəyə o'tirgandan beri Prezident Trump özünün xususi torbat adresi orqali 26.234 parça fikir yozib qoldirdi. Amerika siyaset torbitining fikriga asoslanganda Twitter'da Prezident Trump yo'lga qo'ygan siyaset kun tartiblari hükümet kabinet a'zolarini vazifəyə tayinlash, uçurları ve onu diplomatiya quroliga aylantirish, İranning prezidentiga urush tahdid silish ve chekidan oshgan suiqasd g'aljirligidan kelgan zaykashlik uchuri bilan ta'minlash da Twitter fikri sahnesi mikrofonga aylangan edi. Prezident Trump'ның bu işlerini kişiler çaq-çaq qilib, Twitter bilan davlat boshqaruv deb atagan edi. 1. ayının 13. kunigacha taxminan 13 yurishlik universal matbuotla fikir sahnesi Prezident Trump'ның torbat adresini cheklashni yoki taqoshni e'lon qildi. Cümleden Twitter, Facebook, Google, Amazon, YouTube qatarlıq yer şarı xarakterlik torbat kompaniyaları ana shundaq e'lon qildi. Cheklash sababları bu kompaniyalar ara yoki o'zaro farqlanadi. Prezident Trump'ның mushu mezgillarda ularning mulozimat sahnesini davomli ishlatishi xatarlik deb chog'ladi bu kompaniyalar. Prezidentdan boshqa prezidentning do'stlari, ittifoqdoshlari, sobiq davlat bexatarligi maslahatchisi Michael Flynn, advokat Sidney Powell, yana boshqa prezidentni
prezidentni qo'llayotgan atoqli kishilarning Twitter torbat adresi taqaldi. Davlat Meclisi'de zo'ravonlik yuz bergandan keyin Twitter kompaniyasi 7000dan ortiq nomsiz suiqasd nazariyasiga aloqador torbat adreslari taqaldi. Prezident Trumpning torbat adresining universal matbuotlarda taqalganligi to'g'risidagi xabarlar butun dunyoda g'ulg'ula qo'zg'adi. Devamını anlayız vatandaşım.